Assalomu alaykum azizlar. Hyundai Staria 9 o'rindiqlik pozitsiyasi full option. Tomida lukidan boshqa hamma navorotlar bor. 4 panel tortadi, 4 video deb qo'yamiz. Biroz quyoshga teskari bo'lgani uchun aybga bermaysizlar. Hamma yo'llari gold svet. Oldi o'rindiqlar isidi soviydi, abaga avtoda. 360 kamera, displeylar, navorotlar hammasida zaryadnik bor, C-type zaryadnik bor, USB type bor. 12 volt bor. O'rindiqlar 9 ta, lekin 3-rating ikkitasini olib qo'ygan. Bu kemping kar bo'lgan. Orqa o'rindiqlar ham isidi soviydi. Orqalardan C-type zaryadniklar bor, 220 volt ulaydigan joylar bor, hamma yoq bor. Stakan qap, o'rtadagi eshiklarda ambient light qo'yishingiz mumkin. Ko'rsatadi. Mashinani aybi haqida biroz aytib o'tib shu oldi akkumulyator kemping kar bo'lgani uchun akkumulyatordan yong'in chiqib, machetlari yongan bo'lgan. Old o'rindiqlar elektronika, yondagi o'rindiqlar ham elektronika. Ichki qismi ko'rinishi ambient light edi. Rollar isiydi. Kalit ikkita. Probeg 0 o'zi 1125 probegmi shunaqa edi. Kompyuter yasini va displeyni ham alishtirib olganmiz. Shunda ikkalasi to'g'ri bo'lgan 0 probeg, ya'ni. Old o'rindiqlar isiydi, soviydi. Aytib o'tdik, 360 kamerasi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Tomlar alikantari. Navorotlar zo'r dedik. Oldidagi boshqarib ketayotgan kishi orqada kamera va mikrofonlar bilan ko'rib gaplashsa bo'ladi mana. Bu yerdan buyruq bersa bo'ladi va shofer bemalol oladi, orqadagilarning holatini ko'rib ketsa bo'ladi. Aynan shofer yuzini burib qarashi shart emas va orqada ham mana ambient lightlar ham bor. Zaryadniklar bor. 다음에는 잘 일해 볼게요. Full option. Batareyadan olov chiqqan. Qizdirib mashetlarda yongan bo'lgan. Holat yaxshi, aybi shu ikkita kapot bilan qurilgan. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 28 ming dollar atrofida. Kimda kim shunaqa full option 4 video mashinalar kerak bo'lsa, arzon narxlarda ishonchli, bemalol bog'lanaverasizlar. Videoni ostiga biz bilan bog'lanadigan havolalarni joylab qo'yaman. Sog' bo'lasizlar, salomat.